Immunitet tizimini 70-80% holatda ichaklar orqali ta'minlanishini bilarmidingiz? Sizda bakteriyali virusli kasalliklar bilan kasallanish holatlari tez-tez uchrayaptimi? Bundan tashqari badanda sababsiz toshmalar toshishi, qichishish holatlari yuzaga kelyaptimi? Bu ichaklar faoliyatini buzilishi bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan ichaklarni normal mikroflorasi, ya'ni mikrobiotasi, uni vazifalari hamda yetishmovchilik holatlari, disbakterioz holatlari hamda qanaqa qilib yordam ko'rsatamiz, nimalar yeyish tavsiya etiladi. Bugungi mavzuyimizda shularni ko'rib o'tib ketamiz. Ichaklar mikroflorasi, ya'ni mikrobiotasi nima? Bu yo'g'on ichak hamda ingichka ichakda yashaydigan tirik organizmlar hisoblanadi. Bu tirik organizmlar tarkibini bakteriyalar, viruslar, zamburug'lar hisoblanadi. Endi asosini 90-95% holatda foydali bakteriyalar tashkil qiladi. 5-10% holatda organizm uchun patogen hamda shartli patogen, ya'ni zararli bo'lgan bakteriya, virus, zamburug'lar tashkil qilishi mumkin. Endi bu ingichka ichak hamda yo'g'on ichagimizdagi bu tirik organizmlar mikroflorasi 30-100 trillionga yaqin bo'ladi. Ya'ni organizmdagi hujayralar sonidan ham ko'p degan. Endi foydali bakteriyalar 90-95% ni tashkil qilyapti. Bulardan asosiysi laktobakteriya hamda bifidobakteriya. Bu laktobakteriya, bifidobakteriyalarda ham o'zini vazifasi bor, ya'ni kislotali muhitni hosil qilish, ovqat hazm qilishda ishtirok etish hamda bir qancha vazifalari bor. Sizlar bilan vazifalarni ko'ramiz. Ya'ni hazm qilishda ishtirok etish. Ya'ni ingichka ichaklarda vatsinkalar tomonidan so'rilishda muammo bo'lgan oqsil, yog', uglevod, kletchatkalarda qiyin hazm bo'ladigan ovqat qoldiqlarini hazm qilishda ishtirok etadi foydali bakteriyalar tomonidan. Undan tashqari vitaminlar sintezi, ya'ni laktobakteriya tomonidan laktobakteriya hamda bifidobakteriya tomonidan vitamin K, foliyaviy kislota hamda bir qancha mineral vitaminlarni so'rilishda ishtirok etadi, sintezda ishtirok etadi. Undan tashqari immun tizimini tashkillashda, immun tizimini rag'batlantirishda ingichka ichakdagi hamda yo'g'on ichakdagi foydali bakteriyalar tomonidan faollashtirib beradi. Ya'ni B limfositlarni aktivlashishiga bu foydali bakteriyalar tomonidan amalga oshiriladi. Undan tashqari metabolizm, ya'ni moddalar almashinuvini boshqarishda bu yo'g'on ichak, ingichka ichagimizdagi foydali bakteriyalar tomonidan amalga oshiriladi. Undan tashqari ruhiy holatga ham muhim o'rin tutadi. Ya'ni ichaklarda serotonin ko'p qismi sintezlanadi foydali bakteriyalar tomonidan, ya'ni bosh miyadagi jarayonlarni ham rag'batlantirib berishda ishtirok etadi. Undan tashqari biz bilishimiz kerak, prebiotik hamda prebiotik degan narsalar bor. Bu prebiotik, probiotik foydali bakteriyalar deyilgan, ya'ni ichaklarda faoliyat ko'rsatadigan foydali bakteriyalar. Prebiotik bo'ladigan bo'lsa, shu foydali bakteriyalarni o'tish, rivojlanishi uchun ozuqa moddalari hisoblanadi. Endi bu foydali bakteriyalar kamayib ketishi, disbakterioz yo disbioz holatlari yuzaga kelib chiqishi mumkin. Bunday bo'lgan holatlarda qanday klinik belgilar yuzaga keladi? Ya'ni birinchi klinik belgisi qorin dam bo'lishi, ishishi, qorinda gazlar to'planishi. Keyingi belgisi ich qotish holatlari yoki ich ketish holatlari yuzaga keladi. Undan tashqari terida sababsiz toshmalar toshishi, allergiyalar bo'lishi, qichishish belgilari yuzaga kelishi bilan namoyon bo'ladi. Yana bitta belgisi surunkali charchoq yuzaga kelishi, ya'ni ichaklarda foydali bakteriyalar kamayib ketganda shunga o'xshagan klinik belgilar namoyon bo'ladi. Bundan tashqari ichaklar g'uldirashi holatlari ham yuzaga kelishi mumkin. Endi bu disbakterioz, ya'ni ichaklarda foydali bakteriyalar kamayib ketishiga sababi nima? Sababi stress holatlari bo'lishi mumkin, yaxshi uxlamaslik holatlari. Eng ko'p sabablardan bittasi bu palapartish antibiotik dori vositasini qabul qilish. Ya'ni antibiotik dori vositalarimiz bilamizki, organizmda faoliyat ko'rsatadigan patogen, ya'ni zararli bakteriyalar hamda ichaklarda yo'g'on ichak, ingichka ichakdagi foydali bakteriya, bifidobakteriya, laktobakteriyalarni o'ldirish xususiyatiga ega. Ya'ni antibiotiklarda tinimsiz, palapartish qabul qiladigan bo'lsak, bu disbakterioz holatini yuzaga keltirib chiqaradi. Endi bunday bo'lgan holatlarda biz nima qilishimiz kerak? Probiotik dori vositalarimiz hamda ozuqa vositalarimizdan berishimiz kerak.
Endi bakteriya saqlovchi oziq vositalarimiz sut mahsulotlari bo'lishi mumkin. Masalan, qatiq, sut, shunga o'xshagan mahsulotlar foydali bakteriyalarga boy bo'ladi. Ularni iste'mol qiladigan bo'lsak, o'rnini to'ldirishimiz mumkin. Endi dori vositalariga keladigan bo'lsak, Zilex bo'lishi mumkin, Enterogermina bo'lishi mumkin, Lactogel bo'lishi mumkin, Bifidobacterium bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan dori vositalarini qabul qilish kerak disbakterioz holati yuzaga kelsa. Prebiotik nima? Prebiotik bu foydali bakteriyalar o'sishini rivojlantiradigan oziqa muhit. Endi bu oziqa muhitlar kletchatga boy bo'lgan mahsulotlar iste'mol qiladigan bo'lsak, foydali bakteriyalarimiz uchun oziqa hisoblanadi. Undan tashqari dori vositalariga keladigan bo'lsak, laktoza, ya'ni buyuk dori vositasini iste'mol qiladigan bo'lsak, ichaklarning faoliyatini yaxshilab beradi, ichki kelishini yaxshilaydi hamda ichaklardagi foydali bakteriyalar o'sish rivojlanishini ta'minlab beradigan dori vositamiz hisoblanadi. Endi bu disbakteriozni kelib chiqishda asosiy sabab bu antibiotik dori vositalar. Antibiotik dori vositalarini ko'p qo'llash bu immunitet tushishiga ham sababchi bo'ladi. Ya'ni foydali bakteriyalar kamayib ketyapti, immun tizim tushib ketyapti. Endi buni to'g'ri qo'llash kerak. Antibiotik qo'llagandan keyin tavsiyalar bor. Tavsiyalarda biz probiotik dori vositalarini berishimiz kerak. Ya'ni disbakterioz kelib chiqmasligini oldini olish uchun probiotik dori vositalarini berishimiz kerak. Endi bu ichaklar mikroflorasi normal bo'lishini ta'minlashimiz uchun tavsiyalar o'z vaqtida uxlash, stressni kamaytirish, antibiotiklarni to'g'ri qabul qilish hamda kletchatkaga boy bo'lgan mahsulotlar ko'p iste'mol qilish. Agar biz xamirli, shakarli ovqatlar ko'p iste'mol qiladigan bo'lsak, ichaklarda bakteriya hamda zamburug'larda zararlisini ko'payishi uchun omil hisoblanadi. Bularni ham cheklashimiz kerak bo'ladi.